Assalomu alaykum. Bugun qabulimizda juda ham achinarli desak ham bo'ladi. Oxirgi paytlar noodatiy bo'lmagan kasallik bilan murojaat qilib kelishdi. Bemorimiz birlamchi bepushtlik 3,5 yil davomida homila bo'lmasligi, tuxumdonlarning erta qarish sindromi, ya'ni follikullar juda ham kamayib ketgan edi va bularning FSG gormonlari 71, LG gormonlari 31 va AMG gormonlari, ya'ni follikullarning rezervini ko'rsatuvchi gormonimiz 0,0007, ya'ni 0,7 edi va bemorimiz so'radilar, eko amaliyoti bajarsa bo'ladimi yoki tabiiy homiladorlik bo'ladimi deb so'radilar va biz bemorimizdan so'radik, hayz muntazam bo'larmidi, yoshlik vaqtidan hayz kelganmidi. Bemorimiz faqatgina dori orqali hayz keltirganlari haqida bizga ma'lumot berdilar va kariotiv tekshiruv qilishga qaror qildik. Kariotiv tekshiruvida ming afsuski xromosomada o'zgarishni ko'rdik. Hozir ko'rsatamiz. Ularning xromosomalari qanaqa chiqdi? Turmush o'rtoqlarida normal xromosoma, ya'ni 46XY, 21, 22, 23 va barcha xromosomalar normada joylashgan, 2 yelkalik normada. Ammo ayollarida, ya'ni tuxumdonlar erta qarish sindromi kuzatilgan ayolimizda xromosomal kasallik aniqlandi. 21, 22 xromosomalarda va 23 xromosomalarda o'zgarish, ya'ni mozaitsizm, shu bilan birga monosomiya X xromosoma va sindrom Shershevski-Terner, ya'ni xromosomal kasallik ekanligi aniqlandi. Bu kabi bemorlarga biz afsuski PRP va ekzosoma amaliyotini bajara olmaymiz. Bu bemorimizni biz genetika konsultatsiyasiga yubordik. Shu o'rinda shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, agarda tuxumdonlar erta qarish sindromi bo'lsa yoki yoshlikdan hayz kelmaydigan bo'lsa, albatta kariotiv tekshiruvni amalga oshirishni tavsiya qilamiz.